60 yildan beri ishlab kelayotgan lamoxona haqida eshitganmisizlar? Borib ko'ramiz. Shundoq Hozirobod masjidi ro'parasida mana bunaqa naqd 60 yildan beri ishlab kelayotgan lamoxona bor. Lamonni ko'rinishi juda ajoyib. Narxi mana 44 ming. Butuni mana biz 12,5 dan kelganmiz. Odam hozircha kam, lekin ham shanba ham obed hali boshlanmadi, shuning uchun odam kam. Lekin o'chirtini kelgan odam yaxshi biladi. Hozir mana ichlarini bitta ko'rib beringlar o'zingizlar. Xamirlari alohida tema. Ichidagi mana vajusi deydimi, shu vajusiga 5 bor. Faqat ehtiyot bo'lasizlar, ustingizda oq kiyim bo'lsa, qizil qilib qo'ymasligingiz kerak. Yo'qsa kenimdan gap eshitasizlar. Kelganlar bo'lsa, fikringizni yozib ketinglar. Kelmaganlar bo'lsa, lokatsiyani Telegram kanalda qoldiramiz. Lamonga qo'shib mana bunaqa lozijonlarni berishadi. Endi lozijon deydimi, ajjika deydimi, nima deydi? Nonni ustiga birinchi nonni tishlaysizlar. Keyin mana bu lamonni bitta xo'playsizlar. Mazasi shunaqa ochiladi. Burninglarni ochib yuboradi. Achchiqqina lozijon bilan. Zo'r ketadi. Mana shunaqa yana jaydar joylar qayerda bor? Yozib ketinglar, xudo xolisa biz borib ko'ramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Shunaqa joyga kelmoqchi bo'lgan yaqiningizga videoni jo'natib qo'yasizlar. Joylarni qaranglar. Maksimal jaydar.